Qadrli muxlislar, biz 5-lokatsiyaga yetib keldik va haqiqiy hozir zo'r o'yin bo'ladi. Paxtakor jamoasi mana yigitlar futbolchilar maydonga chiqib kelishyapti. Aytib o'tganimizdek, eski derbi, Markaziy Osiyo derbisi Qozog'istonning Qayrat klubiga qarshi ajoyib uchrashuv. Yevropa Chempionlar Ligasida zo'r o'ynashdi. Oxirgi ayniqsa uchrashuv Arsenalga qarshi o'yin. Bu o'yinni ko'rish kerak. Demak, bugungi reportajimiz Paxtakor va Qayrat jamoalarida. Yo'q, agar bitta o'zing bo'lsa, Tikka boramiz har doimgidek, sekin ko'ramiz. So'rab ko'ramiz fikrlarni. Intervyu bersa berdi, bermasa yo'q. Hozir sekin kelib Oybek Bozorov oldiga o'tiraman. Oybek, birinchi bo'lim haqida fikrlar. Ma'lum ozgina qiyin bo'ldi. Komanda yangi yig'ildi. Baribir hamma bolalar tanish bolalar. Oson bo'ladi, xudo xolisa bu yo'g'iga. Birinchi o'yin ozgina qiyin bo'ldi. Baribir haligi klass bilinib turadi. Jamoalar o'rtasida masalan shu paytgacha o'ynagan o'rtoqlik o'yinlar va bugun mana o'sha Yevropa Chempionlar Ligasida Arsenal va boshqa klublarga qarshi o'ynayotgan jamoaga, Qayratga qarshi o'yin. Baribir ular ertachiroq boshlashganda tayyorgarlikda yaxshi formada va bilinadi klass bor. Yaxshi Men komanda. nimaga savol beraman? Hozir tashqarida mutaxassislar kuzatib o'tirishibdi. Timur Kapazin adalar, Tohir Kapazin aytyaptilar. Nechtadir o'yinni ko'rdim, lekin bu o'yin sal boshqa chiqyapti. Shu darajasi yuqori bo'lgan jamoalar o'ynayapti deb. Bari yaxshi komanda bilinib turibdi. Moslashish qiyin bo'lyapti Oybek. Yo'q, yaxshi. Bularni birga o'ynagan bolalar hammamiz yoshlikdan. Zborniyda ham birga o'ynaganmiz. Xudo xolisa oson bo'ladi bu yo'g'iga. Mana ketma-ket o'tiribsizlar do'stlaringiz bilan. Akbar bilan Hammadan ikki og'iz eshitdim. Ha, albatta eshitamiz. Siz sal bundoq turing endi. Uzr endi agar ana tikka turg'izib yubordim hozir. Uzr endi. Akmal qanaqa bo'lyapti moslashish nimaga? ha, moslashish yaxshi bo'lyapti. Birga o'ynagan bolalar hamma tanish, yoshlikdan harakat qilib kelgan Zborniga, klublarda ham yaxshi bo'lyapti. O'yin haqida fikringiz qanaqa? Mana hozir hisob tenglashtirib oldik. Ha, endi Qayrat bilasizlar, yaxshi jamoa, Liga Chempionatiga o'ynadi ancha. Inter, Arsenal zo'r komandalar bilan. O'yin yaxshi bilinyapti baribir darajasi. Daraja bilinyapti baribir. Hozir ko'pchilik ozgina qolish sal qoldi. Ha, bitta hujumchi yetmayapti Paxtakorga. Zo'r hujumchi bo'lsa Paxtakordan tushingiz bo'lmaydi degan fikrlarni ko'p eshityapmiz. Ha, endi xudo xolisa bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa ham yaxshi hujumchilarimiz bor, yaxshi hujumchilarimiz bor. Endi harakat qilamiz xudo xolisa. Qo'l tashab qo'yamiz. Rahmat kattakon. Mana fikrlarni bildirish, yetkazishga harakat qildik. Imkon qadar o'zi aslida hozir mumkin emas. Bunaqa ming o'rtoqlik nazorat o'yini bo'lsa ham, lekin bu darajadagi jamoalar o'rtasidagi uchrashuvda baribir fikr bo'ladi. Masalan, futbol ko'rishyapti. Ozgina charlatib qo'ydik. Shunday bo'lsa, bular hammasini siz uchun qildik, muxlislar. Bitta like aymaysizlar, bosib qo'ysanglar bo'ldi. Abubakr Shukurlayev. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'libsizmi? Charchaysizmi? Qanaqasiz? Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Akalarni oldida hayajon bosmayaptimi? Ya, o'sha o'tib ketdi. Ha, o'tib Hammasi ketdi. yaxshi. Ha, mazgavoy deganingizni eshitib bilib qoldim-da, o'tib ketganini. Ya, endi O'yin payti bo'ladi. o'yin payt, ana nima deb chaqirishni bilmadim-da. Ha, bir otsangiz hamma qaraydi. Ha, o'shanga shuni chaqirdim, familiyalarni aytib. Ha. Haligi bir o'zingizlarni matbuot xizmatida hazillashdi-yu, maktab bo'lmayaptimi deb. Endi maktabdan so'raganman. Ha. Shu Ruxsat berishgan? Ha, spravka beraman. Bu qanaqa baxtda mana maktabga boradigan bolani mana shunday Paxtakor jamoasi chempionlik asosiy da'vogar shunday bir katta klubni
bir bo'lagi bo'lib, bir futbolchisi bo'lib, mana shu maydonga chiqib o'ynashi. So'ragancha. Ha, boshqacha. Ha, boshqacha. Shu. Bu hali darsdan qochib kelib futbol o'ynayotgani yo'q. Bu ertaga o'zbek futbolining kelajagi, jahon chempionatlarida o'ynab keldi. Shuning uchun haligi noto'g'ri negativ fikr bildirmanglar, darsdan qochib futbol o'ynayapti degan yo'q. Darsga borib bir ish qilmayotganlar ko'p bunaqalar. Shuning uchun unaqa negativ fikr bildirmaymiz, omad tilaymiz. Bu yigitda hali kelajagi oldinda. Xudo xolasa yaxshi mavsum kutamiz. Ha, Xudo xolasa. Debyut bo'ladi. Bo'ldi. Shuni so'ramoqchi edim o'zi, asosiy fikrlar. Rahmat kattakon. Kam gap bola, ana ko'ryapsiz, 4 ta savol berdim, bitta javob bo'lyapti. Abu Bakr hamma anaqasini shu maydonda o'zi xudo xolasa isbotlaydi fikrlarini. To'g'rimi Azmiddinov? Qanaqa bo'lyapti bu o'yin taassurotlar? Assalomu alaykum. Ichkaridan ko'rib o'ynash va tashqaridan turib tomosha qilish ikki xil. Bular bilan baribir nima desa bo'ladi, prinsipialniy sopernik bizaga. O'rta Osiyoda baribir derbisi. Tovarskiymi, tovarskiy emasmi? Bular bilan 100% kuch bilan o'ynaymiz. O'sha 3-chi o'yinimiz, ikkita o'yin yutganmiz. 3-chi ham xudo xolasa oz harakat qilishyapti. G'alaba ketyapti, xudo Ha, xolasa. bu yerda o'sha bular bilan oddiy tovarskiy ketmayapti-da. Haqiqiy zaruba bo'lyapti. Shunaqa daraja ham daraja ham boshqacha-da. Mana sizlar oldingi o'ynagan o'yinlar bilan hozirgi o'yindagi raqib o'rtasida farq katta. Ha, katta. Baribir bular Liga Chempionatda ancha o'pit olgani ko'rinib turibdi. Bir yillik transdan so'ng yana Paxtakor jamoasiga qaytdingiz. 6 oylik. Bir 6 2025da hozir 26 o'shan 6 oylik. Qaytib oldim uyga, xudo xolasa. yangi Harakat mavsumda. qilishda davom etamiz. Inshaalloh komillikka shans bersalar, jahon chempionatiga borish niyat bor. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hozir kakarasi bitta himoyachimiz safdan chiqdi. Bitta himoyachi, bitta hujumchi zo'r shans paydo bo'ldi. Endi zo'r shansi, no baribir katta yo'qotish nasionalligiga, xususiy baribir eng zo'r havoni, eng zo'r yechadigan o'yinchilardan bittasi edi. Xudo xolasa Alloh shifo bersin, tezroq qaytib qoladigan umiddamiz. Rahmat kattakon omad tilab qolamiz. Shahzod Rahmat muxlisga nima tilayman. degan bo'lardingiz? Mana qaytdingiz. Nima kutsin? Xudo xolasa. Paxtakor ofitsialniy saytga qo'yilganda treble kutyapti oldinda. Xudo xolasa. Inshaalloh. Shunaqa gaplar mana Paxtakor jamoasining zaxira o'rindig'i o'zimni futbolchi ozgina bo'lsa ham his qildim. Kamoldan aka avvalambor ajoyib o'yin bilan tabriklaymiz. Markaziy Osiyo derbisi bo'ldi. Juda ham kuchli jamoalar va bugungi o'yin haqida fikrlaringizni ikki xil bo'lib ko'rdik, ikki xil tarkib. Assalomu alaykum. Bugun yaxshi o'yin o'tkazdik. Bolalarga rahmat. Bugun birinchi o'yinimiz to'liq sostavda o'tkazdik. Bugun o'yindan oldin aytgan butun qo'yilgan vazifalarni bolalar bajarishdi. 100% emas, 120% ga bajarishdi. O'shanga ham rahmat. Samadacha 100% emas, 120% bo'ldi. Shunga yaxshi o'yin o'tkazdik, yaxshi Qayrat jamoasi juda kuchli jamoa, hozir Liga Chempionatda o'ynaydi. Shunga yarasha yomon o'yin o'tkazmadik. Bolalarga ham rahmat. Tarkibda jarohatlangan futbolchilar bor edi. Mana Bo'riyevni ko'rdik. Sekin-sekin ular tayyor bo'lyapti. Hozirda bitta Bo'riyevimiz qoldi. Xudo xolasa u ham bir haftalarda уже qaytadi. Bugun ham Qodir mana chiqdi. Rasul уже undan oldin ham o'ynadi. Уже Xudo xolasa bitta Bo'riyevimiz qoldi. Uni ham doktorlarimiz tezroq chiqarishga harakat qilishyapti. Yangi futbolchilarni moslashib ketish jarayoni. Ham bular hamma bir-birini taniydi. Bunaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q bular. Menimcha butun sborniyda birga. O'shanga qiyinchilik bo'lmadi desam bo'ladi. Hamma bir-birini taniydi, moslashib ketish juda yengil bo'ldi. Хорошая игра получился дерби. Все-таки. Ну, Центральная да, неплохая игра. То есть, ну, в первую очередь, опять же, цель этой игры была подготовиться к сезону, получить нагрузку. Я думаю, это удалось. Моменты были у обеих команд. Не все реализовали. Опять же, это, наверное, шероховатости сборов. Да, все под нагрузками находятся. Поэтому я думаю, что дальше у всех будет лучше. Вы Краснодар тоже играли. Знаете Адил Ахмедова? Да, Дима, конечно, вместе играли. Вот, передавайте ему большой привет. Вот, можете сами. Адиль, большой привет тебе. Спасибо. Удачи. Счастливо.
Рафиль Артакович, очень хорошая игра получилась. Да, Дерби да, в Центральной хорошая. Азии. Да. Хорошая игра. Ну, всегда матчи с Пахтакором, да, носят такой, знаете, принципиальный характер, как и для нас, так и для соперника. Поэтому, ну, я считаю, да, такая хорошая игра, боевая ничья получилась. И я думаю, все довольны. И ребята с Пахтакора, и мы тоже полученной нагрузкой. Вот, я считаю, что достаточно и как в пределах правил мы, без зашкаливания вот этих эмоций, да, то есть, ну, достаточно все корректно провели, то есть, ну, мне очень понравилось, и я, соответственно, поблагодарил и тренера, и ребят, которых знаю, вот, поэтому, ну, да, очень довольны спаррингом и проведенным матчем. Каждый тренер мечтает выступать на чемпионате мира как специалист. И Лиги чемпионов тоже вам удалось это? Да. Ну, конечно, да, любой тренер ставит себе задачи, да, то есть расти, играть на более высоком уровне. Вот, конечно, чемпионат мира, я вас, кстати, поздравляю, весь футбольный мир, как бы Узбекистана, да, весь узбекистанский народ я поздравляю с тем, что вы впервые попали на чемпионат мира. Это такое очень значимое событие. То есть, ну, видна ваша работа, и та работа, которая ведется, она дала плоды. Вот. Теперь нам нужно, как говорится, брать с вас пример. Вот. Ну, а то, что мы попали, да, в Лигу чемпионов, да, ну, это тоже определенная работа нашего клуба. Вот, поэтому, конечно, может быть, мы и так не планировали и так далеко залезть, да, но футбол, видите, непредсказуем. Вот, и так получилось, да, что вот мы попали в групповой этап, мы посмотрели этот уровень, это, конечно, абсолютно другие игры, другие ощущения, другие футболисты, вот. Ну и постараемся в этом году, наверное, повторить успех. Понимаем, что это будет очень сложно, да, ну, по крайней мере, будем стараться, как минимум, в Еврокубке, в групповой этап одного из турниров попасть. Весь узбекский футбольный союз с вами, с Кайратом, все мы болеем за вас. Спасибо Когда вы большое. играете таких грозных соперников, как Арсенал, Интер, Реал, это просто супер. Многие наши болельщики даже поехали на игру. Приезжали, да, я слышал, и мне тоже много звонков поступало от ребят, которых я знаю, с кем раньше играл в Узбекистане. Вот, тоже много интересовались, поздравляли, конечно, большое спасибо, очень приятно. И мы чувствовали эту поддержку, да, то есть, ну, наверное, весь бывший Советский Союз, наверное, да, переживал и за нас, наверное, и за Карабах, поэтому, ну, очень приятно. Очень Кто мог приятно было. сыграть за Кайрат в данное время сейчас из узбекских футболистов? Из узбекских футболистов, я так сильно, как бы не знаю ваших ребят, кто, Ибра у нас играл. Я вот Ибру знаю, в Нефчи он перешел. Вот, очень хороший футболист. Потом мы как-то интересовались тоже левым защитником, игрок сборной. Алиджон? Да, по-моему, да, такой Всё левый. играл, да. Да, вот, кстати, он, по-моему, играл, да, вот. Ну, опять же, как мы интересовались, то есть так агенты тоже там предлагали его, вот мы тоже смотрели его, очень такой хороший игрок, качественный игрок. Вот, узбекские футболисты всегда отличались, всегда были очень хорошие футболисты в Узбекистане. Я сам играл и с Колей Шершовым играл, и с Акопянцем играл, то есть, я знаю уровень и футболистов, да, которые с Узбекистана, поэтому в Узбекистане всегда были футболисты высокого уровня, тот же Бежалал Касымов, это тоже легенда, да, это просто футболист топ-уровня, да, можно сказать, я был молодой, я видел его игру, да, то есть, я говорю, в Узбекистане всегда были очень хорошие, качественные футболисты, техничные, очень умные, поэтому... Сейчас вот Хусанов играет. Да, Хусанов вот сейчас в Манчестер Сити, да, Шомуродов, да, Шомуродов, это тоже. Я даже сейчас
прочитал, вроде бы там Фенербахче его, да, хочет, да. да. То есть, ну, это вот показатель. Я думаю, поэтому, что у вас такие футболисты играют на таком хорошем уровне, и я думаю, с этим тоже связано то, что вы попали на чемпионат мира. Вот, поэтому у вас очень много футболистов играет как бы в хороших чемпионатах. Спасибо за теплые слова. Вам Да. удачи в Спасибо чемпионате. большое. Спасибо, Да. удачи.